hozir yordam berishim shart emas. Mana shunaqa oyog'i bilan surilib mana shunaqa yotgan turishiga o'zi emadi. Bu ham yetib qolgan o'zi. Xullas buni o'sha hamma sababini qilib ko'rdik. Betseling, yesiling, vitamin urdik, oyoqlarini massaj qildik. Xullas kalom o'zgarish bo'lmadi. Emas kelib emirib, mana shu turishga katta bo'lyapti. Bu qo'zimiz o'zi qo'chqorcha. Xudo xolasa ko'ramiz qani. O'zimiz haqiqatan 30-40 kilolik qo'y bo'lib ketadimi yo endi nima bo'ladi, endi vaqt Xudodan. Kuzatib borishda davom eting. Instagram, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegramga kanal ochganmiz, o'sha foydali chorva bozori degan kanal ochganmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga hozircha odam kam, lekin Xudo xohlasa rivojlantiramiz qo'ldan kelguncha. Telegram kanal asosiy maqsadi o'sha qo'y, mol, tovuq, yem, pashak shunaqa chorvachilikka oid bo'lgan narsalarni oldi-sotisini yo'lga qo'yamiz. Sotiladigan o'sha mol, qo'y, parrandiz yoki yem, pashak nimadir bo'lsa, bemalol o'sha Telegram adminga murojaat qilsanglar, sotmoqchi bo'lgan hayvoningizni videosini, ma'lumotini, telefon nomerini qoldirsangiz, xudo xolasa biz Instagram, Telegram, YouTube kanalimizga joylab beramiz, xudo xolasa. Xudo bepulga, bemalol aloqaga chiqib foydalanib olishlaring mumkin.